Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrasi o'qituvchisi Kamalova Dilobar Tayirovna bo'laman. Bugun sizlarga boshlang'ich ta'lim pedagogikasi fanidan boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari o'qish darslarida xalq og'zaki ijodini o'rgatishning ahamiyati haqida so'zlab bermoqchiman. Demak, bugungi darsimizni rejasi bilan tanishtirib o'taman. Xalq og'zaki ijodi haqida tushuncha berib o'tamiz. Ertaklarning turlari va inson hayotidagi ahamiyati haqida so'zlashamiz va rejamizning so'ngida o'zbek xalq ertaklarining o'ziga xos xususiyatlari haqida suhbatlashamiz. Demak, sizlarga quyidagi savollar bilan murojaat qilmoqchiman. Aziz tinglovchilar, ertak nima? Ertakning qanday turlarini bilasiz? O'zbek xalq ertaklaridan qaysilarini bilasiz? Jahon xalqlari ertaklaridan misollar keltiring. Yozma ertak ijodkorlaridan kimlarni bilasiz? Yoshligingizda eng sevib eshitgan ertagingiz qaysi va uni kim sizga so'zlab bergan? Demak, savollarimizga javoblarni kutib qolaman. Darsimizni boshlaymiz. Aziz talabalar, quyida sizlarga ekranda savol berilgan, ya'ni bu qaysi ertak? Demak, ekranda aks etayotgan ertaklarimiz bizga multfilmlar orqali ko'rsatib berilgan va bizga yaxshi tanish bo'lgan ertaklar sanaladi. O'ylaymanki, siz bu ertaklarni ko'rgandayoq tanib oldingiz. Mustaqil O'zbekistonda milliy qadriyatlar tiklanayotgan hozirgi davrda xalq yaratgan merosini yosh avlod ongi shuuriga tasavvur hosil qilish, umuminsoniy qadriyatlarni har tomonlama o'rgatish va tatbiq etish davr talabi hisoblanadi. Qolaversa, har bir shaxsning zimmasidagi mas'uliyati hisoblanadi. Ana shunday mas'uliyatni his qilgan inson kelajak avlodimizni yangi fikrlaydigan, zanuvchan, mehr oqibatli, yurtsevar, elparvar egalarni yetishtirishda, tarbiyalashda o'z hissasini qo'shadi. Ajdodlarimizdan qolgan meroslar mavzu doirasi nuqtai nazaridan asoslanib, tahlillar, misollar bilan yoritilgan. Ularni izchil o'rganish va tatbiq etish yosh avlod kamolati uchun muhim manba hisoblanadi. Undan tashqari, xalq og'zaki ijodiga tegishli bo'lgan latifa va topishmoqlar hozir javoblikda, tezaytishlar so'zlarni to'g'ri talaffuz qilishda, maqollar so'zga husn berishda, fikrni yorqin, ta'sirchan qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqimiz o'z quvonchini, shodligini yoki g'am hasratini o'z qo'shiqlarida yorqin aks ettirgan. Bolalar tasavvurini, fantaziyasini o'stirishda ertaklar alohida o'rin tutadi. Bugun sizlar bilan aynan ertak haqida so'zlashamiz. Har bir aytiladigan ertak bolalarda yangicha taassurot, yangicha fikr qoldiradi. Bolalar ertak qahramonlarga o'xshashga, ulardek bo'lishga harakat qiladilar. Sehrli narsalarga ega bo'lishni istaydilar yoki o'zlari sehrgarlarga aylanib qolishni va behisob kuch-qudratga qodir bo'lishni orzu qiladilar. Ertak yordamida yaxshilik va yomonlik sahrolarida adru tog'liklarga sayohat qiladilar. Ana shunday davrlardan boshlab nima yaxshi-yu, nima yomon ekanligini anglay boshlaydilar. Bolalar ulg'aygan sari o'zlaridan kichiklarga ertak aytib berishga, ularni aqlli, vazmin bo'lishga, o'jar, injiq qiliqlarni tashlashga undaydilar. Ular ham o'zlarini kichik tarbiyachilar sifatida tutadilar. Umuman olganda, xalq og'zaki badiiy ijodi katta-yu kichik, yosh-u qari uchun birdek
donishmandlik majmuasi bo'lib hisoblanadi. Asrlar o'tsa-da, buyuk allomalarimiz asarlarida ta'lim-tarbiya masalalari badiiy ifodalansa-da, xalq tafakkurining mahsuli bo'lgan folklor asarlari ma'naviy jihatdan olamshumul ahamiyat kasb etishda davom etaveradi. Yuqorida xususiyatlarni boshlang'ich sinf o'quvchilariga o'rgatish uchun juda ko'p vaqt kerak bo'ladi. Bularni o'rgatish uchun darsga ajratilgan vaqt juda ham ozlik qilishi mumkin. Shuning uchun sinfdan tashqari o'qish darslari tashkil qilingan. Endi esa sizga ertak haqida tushuncha berib o'taman. Ertak xalq og'zaki poetik ijodining asosiy janrlaridan biri. To'qima va uydirmaga asoslangan sehrli sarguzasht va maishiy epik badiiy asar hisoblanadi. Mahmud Qoshg'ariyning Devoni lug'oti turk asarida yetuk shaklda uchraydi va biror voqeani og'zaki tarzda hikoya qilish ma'nosini bildiradi. Asosan nasr shaklida yaratilgan asarlar bu ertaklar hisoblanadi. Ertak Surxondaryo, Samarqand, Farg'ona o'zbeklari orasida Matal, Buxoro atrofidagi tuman va qishloqlarda Ushuk, Xorazmda Varsaqi, Toshkent shahri va uning atrofida Cho'pchak nomlari bilan ataladi. Ertak hayot haqiqatining hayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanganligi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, voqea va harakatlarning ajoyib va g'aroyib holatlarda kechishi, qahramonlarning g'ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq qiladi. Ertaklarda uydirma muhim mezon bo'lib, syujet voqealarining asosini tashkil etadi. Syujet chizgilaridagi dinamik harakatning konflikt yechimini ta'minlaydi. Uydirmalarning turli xil namunalari va ta'limiy estetik funksiyani bajarishi muhim ahamiyatlidir. Janr komponent sifatida o'ziga xos badiiy tasvir vositasi bo'lib xizmat qiladi. Uydirmalar voqea va hodisalarni hayotda bo'lishi mumkin bo'lmagan yoki mavjud bo'lgan hodisalar tarzida tasvirlaydi. Hayoliy va hayotiy uydirmalarning ishtiroki syujet chizig'ida tutgan o'rni va vazifasiga ko'ra ertaklarni biz haqli ravishda ikki guruhga, hayoliy uydirmalarga asoslangan ertaklar hamda hayotiy uydirmalar asos bo'lgan ertaklarga bo'lishimiz mumkin. Hayoliy uydirmalar asosidagi ertaklar syujeti mo'jizali, sehrli, hayotiy uydirmalarga asoslangan ertaklar syujeti esa hayotiy tarzda bo'lib, ular real voqea hodisalarga asoslanadi. Ertakda asosan 3 maqsad hikoya qilinadi. Birinchisida ideal qahramonlarning jasorati, yovuz kuchlarga qarshi chiqib, xalq manfaatini himoya qilishi. Ikkinchisida asosan bosh qahramonning o'zga yurt va malikalariga yoki parizodlarga oshiq bo'lib o'ylanishi, kasalga dori topishi, ajdar va devlar olib qochgan kishilarni ozod qilishi. Uchinchisida esa adolatsizlikka, zulmga qarshi chiqishi kabi maqsadlar bayon qilinadi. Ertak janri obrazlar talqini, g'oyaviy mazmuni va konflikti, syujet va kompozitsiyasi, uydirmalarning o'rni va vazifasi, tili va uslubiga ko'ra shartli ravishda hayvonlar haqidagi ertaklar, sehrli ertaklar, maishiy ertaklar, hajviy ertaklarga bo'linadi. Hayvonlar haqidagi ertaklarning bir turi majoziy ertaklardir. Majoziy ertaklarning sambil, bo'ri bilan tulki, tulkining taqsimoti, ikki boyqush va boshqalar
Syujet asosida ko'chma ma'no, allegorik obrazlar yotadi. Masalan, laqma va qonxo'rlik bo'ri orqali, ayyorlik va tilyog'lamachilik tulki obrazi orqali ifodalab o'tiladi. Sehrli ertaklarda voqealar sehru jodu, fantastik uydirmalar asosida qurilgan bo'ladi. Bularda pahlavonlik va qahramonlik madh etiladi. Yalmog'iz, Semurg, Devbachcha, Kenja Botir kabi ertaklarni misol qilib keltirishimiz mumkin bo'ladi. Quloqboy, Handalak polvon, 3 yolg'onda 40 yolg'on va boshqa ertaklar komik, ba'zilari hatto hajviy xarakterga ega bo'ladi. Masalan, 3 yolg'onni olib qaraydigan bo'lsak, unda 40 yolg'onda bosh qahramon xalq orasida shuhrat topgan kal bo'lib, bu komik qahramonning yolg'on to'qishidan zulm va jaholat, adolatsizlik kabi mavjud tuzumga xos bo'lgan illatlar qoralanadi. Kishilardagi donishmandlik, tadbirkorlik kabi fazilatlar esa ulug'lanadi. Quyida aziz talabalar, sizlarga o'zbek xalq ertaklaridan namunalarni keltirib o'tganmiz. Ularni bir ko'rishdayoq qaysi ertak ekanligini anglagan bo'lishingiz tabiiy. Albatta biz bilamizki, ertaklar doim yaxshilikka yetaklaydi. Shuning uchun ham biz bolaligimizdanoq ertaklarga mehr berib, ularni hatto so'zlab beramiz va eshitib ma'naviy ozuqa olamiz. Mana bu yerda jahon xalq ertaklaridan namunalar keltirganmiz. Barchamiz sevib tinglagan, yoshligimizda sevib tinglagan ertagimiz Qizil Qalpoqcha, bu yerda bo'g'irsoq ertagidan namunalar keltirganmiz. Demak, aziz talabalar, hurmatli tinglovchilar, bugungi siz bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan demak, o'zbek xalq ijodiga atalgan, aynan ertakka atalgan ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. Mavzu haqidagi fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishingiz va qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun tashakkur.